Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qarindoshlar, qanday bo'lganinglar? Yaxshi salomat bo'linglarmi? Alloh rozi bo'lsin. Ahvol so'rag'inglardan. Gulnur, qanday bo'ldingiz? Yaxshimi? Men o'qishga qolib qolmasin. Men tafsillar tushuntirib qo'yib o'qa ahvolni. Alaqay bir peshning o'zining rolini joriy qildiramasa, gapning mazmuni o'zgarib ketadi. Masalan, halaqay podshoning o'g'liningki hikoyasini ma'lum bilasizlar. Ögün oğlum dadanga o'xshash eshak bo'lma deganda bir pashni uchib qolgandan oqibatniki naqadar xatarli bir ahvolni keltirib chiqargan hikoyani hammamiz bilamiz. Bu yerda mening qizim qaytib chiqmadi. Qizining bir televizori otdi. Kartolam chiqadigan kichik bolalar televizori shuni cho'ndan qilib yotoq qo'ydim biriga chetib qo'yibdi. Ondan keyin o'zi o'rdoqqa tushaman deb o'rdoqqa uchibdi ekan. Birdamdan keyin shu tok ketib qolibdi. Ondan keyin zad uchib ketgan o'xshaydi deb qarasa rosa uchib ketibdi ekan. Ondan keyin zadni yana qayta ko'tarib ishini davom qilibdi. Birdamdan keyin qizi 6 yoshli qizi vardı. Qizi opama uydan is chiqib bordi, tutun chiqib bordi deb shuningla darhol o'rdoqdan chiqib kiyimlarni kiyib uyni o'tiga kelib qarasa o tutun tutillab o't yalqinjab o'tga aylanibdi. Ondan qizim o'tni ko'rib qo'rqib ketib qo'shnilarni chaqiribdi. Qo'shnilar chiqibdi. Qo'shnilar chiqib bu qiyg'achi uyda bo'chang ekan. Bo'chang bilan o't tutashgan oraliqi 50 santi keldi deyman. Ashtaroq oraliq. O nima? U bir narsalik televizor ko'yib, ondan keyin bo'chang tutishibdi o't. Qo'shnilar kirgichi. Ondan keyin darhol qo'shnilar ko'rib suv chechib o'chirayli deb suv chechib o'chiravatsa anqicha shovchudikilar chiqibdi. Shovchudikilarga telefon qilib qo'yibdi uyga o't ketdi deb. Shovchudan bir ishga chiqqan o'xshaydi. Ondan keyin qo'shnilar 5-6 bo'libdi u yerda. 5-6 suv chechib o'chagan bo'lsa o't o'chidi ekan to'q aslida. Unda ig'ir oqibat bo'lmaydi ekan. Ammo shovchudikilar chiqib o'tni ko'rib biz bu o'tni o'chirmaymiz. Mangla o't o'chiradigan o'chasin deb qitganida ya biz o'chiramiz deb qilsa unmay zo'mizo bolalarımni echkitibdi o'tni o'chaga qo'ymay ya o'zi o'chamabdi ya bolalarimni o'chaga qo'ymabdi. Bolalarni echkitib yotoq uyning eshigini taqib o'tibdi ekan o't ketgan uyning. O uyning eshigidan teshidan ochqan olmaydigan bo'lib qolibdi ekan qolib. Shuni bolalarni pastga etishib o'tibdi. 15-qavatlik uydi. Ondan keyin har bir qavatninki palanpaydan tushirgan eshikni tish tarafdan simba cho'lib itib o'tibdi ekan. Liftni to'xtatsa tushkulmaydim deyadi. Uning shunda bog'liq uchun bolalarni elib o'zi to'pnoma besib etmasdan pastga o'zib ketibdi. Shovchudikilar. O'tni o'chirishni hech kimga qo'ymabdi. O'tni o'chirgani o'zi taq o'chamabdi. Shundan keyin shu billa shu shovchudikilar bilan billa chib ketgan shu qo'shnilar saqaga o'xshaydi qaraganda qizim bilan. Hattoki mening o'dilimdagi qo'shnimninki ovozini angladik. Bizning yenimizdagi uyga o't ketgan, bizni tashib chiqarib qo'ymadi, ishni ochib etmadi. Biz uyga so'nib qoldik degan videoni ko'rdim. O'dil qo'shnimning uyi Gulnur siz bilan mening uyimda keldi. Ashtaroq keltirlik. O'dil qo'shnilarning uyi saqqabdi. Yon qo'shnim batdi. Yon qo'shnimning uyini ko'yapti. Hozir shu bizning uyning ustidagi uylar bilan yon qo'shnilar
bütün aşı bir qavatki, her bir qavatki öy, iki aile bütün köy yapmayaptı. 8. qavat, 8 qavat. Bizim oyunun astıdan 2 qavat öy yaptı. Üstüden 2 qavat öy bizning oydan jami 5 öy pak biz yaptı. En üstüdeki 3 qavat çalarak yaptı. Videodan gördüm. Jami 8 qavat öy aşta bulaptı. Bunun da əməliyyatda mənim qızıma yardımlaşıb şavçudikiler ot öçürüşünü to'lamaydim, o'chagan bo'lsa o'chirib olgan bulduğa ot kentdi. Ama onda qılmaptı, onun yol qo'ymaptı. Buningdan nimani ko'rib olishga bo'ldi qarindoshlar? Bu qasddan o'tning tutishi bir sabab bo'libdi ularga. Ya'ni bir qizim tekshirib bakmaylam yana tokni qaytadan ochib qiygan o'xshaydi qaraganda. Unda ahvol hammamizda bo'ldi. Masalan, bizning zad o'chib ketsa, nereden çatak çıkkanda demey, qayta açımız emmeyden. O ahval hammamizda normal körüldiğin ahvallar o. Ama üçürvağın bulduğun otken tok. Hatta ki dedi kızım, özümüz üçürvağın basak üçürvağın buldu. Özümüzün uçağını koymadı. Hatta ki ot üçürüşünün adamları mı var şu maşinin odalı hedep gelip koruğa. Ekegen bolsa ot üçte aş birlam yatak ekegen bolsa mı kalan. Üstüledik, hoşnulağa ziyan zahmet yetmedi, başka ölüm saklanıp kalıptı dep. Yığılap telefon qıptı, onun dikin şap nemedikiler, ot öçürüşdikiler mi 3 saat geldi deydi. Oylap ona 3 saat hem nas koyup tügeydi. Onda otta. Onun üstü bizning oyunun bütün hem yeri yağaç bilen canşı kılıngan. Üstü torusunu tam astı, şikap, işik hem nasi. Yağaç bilen canşı kılıngan. Aşındağı canşosu bilen taya ağan ötü o. Şunun bilen ot bizim uydan çıkıptı ama emniyette üçegen bula otken aşındağı şavçudikiler tosquldu kılıp üçegen koymaptı. Köysen köydep koyga okşaydı. Hatta ki yan taraftaki binalığımız ötep kesse ola depti ki bizni çıkarıdınlar, biz tanınmaymayız, kıyınılıp kettik. İşkine tanıdız. Nem depti dağınla qarindaşlar. Löngünü nem dep, ağız bununlarını yögep oturala işim bulmasla depti. Öyle bakana man neme ma o. Mağribini öyle bakana canım qarindaşlar. Bu kastelik olmay neme. Aç koyup öptegeni az görep, hem de ma bir ot tutuşup ketkeni bana kılıp durup. Kasten otunu koyu tuttu. Otunu koyu tuttu köysen köyde. Allah'ına rahmet eylesin şu 8 qavat koyuptu. Kalan taraflar tutuşup ketmepti ottu. Hazır kızım sahtılarının kolu da hazır bunu sotlap sorguatıp bütün mesuliyetini kızımga atış bağınısı da bolu tuttu. Menin kızım otunu koyup keçip ketken emas. Otunu öçürüşke terişkan bolsumu otunu öçergil koymayı zo'muza içki tuttu ballarını. Ya öz öçermepti qarindaşlar. Ot öçürüşünün maşinesine korudu maşinci qo'yganlik uchun Ekrem buduq deb bana qilib qo'yibdi. Amaliyotda ot o'chirishni hech qanday narsa to'solmaydi. Ot o'chirishning mashinasini hech qanday odamning to'sash huquqi yo'q amaliyotda. Ammo bizga kelgan vaqtida to'sabdi. Shavchudin ichiga kirgizmay mashinani. Yo'lda turib chechibdi ot o'chirishning suyini. Yo'l bilan binoning orliqi hali uzoq yetmaydi u. Shunda aytganda ot o'chirdi. Qasdlik bilan otni ishta qilibdi bu ahvol shu.